yurasizlar, xush kelibsizlar. Hozir bizning uchrashuvimizda kimda qanday masala bor, kimda Agrobankdan o'tadigan ishi masalasi bo'lsa, bemalol aytsalaringiz yordam qilamiz. Aka, nima masala? Resmi bizda borda bor. Kredit olishimiz kerak, 12 million kredit ekan. Oilaviy muhitda to'g'rilash uchun chora bo'yicha kredit olishimiz kerak. 12 million. Hujjatlar berganmizda topshirganmiz hammasini. Chiqib kelish qoladi. Bo'ldi. Hozir buni ko'rib chiqib, yordam mashinasi. Yana kimda masala, aka? Sizda? Bize mana shu soha bo'yicha, shu chorvachilik bo'yicha 30 million kredit olmoqchimiz. Qaysi mahallada? To'laman. O'zi to'la mahalla, uni chorvaga ancha ixtisoslashganmi? Endi qizig'ish bor, Bo'lsa uni yana foydalanib, o'z vaqtida to'lovlarni qaytarish, unisini ko'rish, hammasini ko'rib chiqasizlar. Mayli, uni ko'rib chiqadi, yordam qilamiz. Faqat sizda nima masala? Biz vrachlar assotsiatsiyasi bo'yicha kelgandim men. Bu Agrobankdan juda minnatdorman. Doim ishlarimiz o'z vaqtida bo'ladi. Bugun shu assotsiatsiyani to'lab ketishga kelgandim. Shu boshlanmam yo'q. Assalomu alaykum. Men To'ladan Ishvoy va Iroda bo'laman. Chorvachilik bo'yicha kreditga ariza berildi. Shuni amaliy yo'lda ishlashni so'rayman. Hujjatlar bergansiz, hamma hujjatlar to'liq bo'lgan. To'liq ko'rib chiqib, ijobiy hal qilyapti. Ishon bo'lgan kimda nima? Rida loqam bo'lsa bo'yicha.